Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Sizlarni va siz orqali oila a'zolaringizni, soha rivojga hissa qo'shib kelayotgan barcha xodimlarni bugungi muhim sana o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Til faxr va iftixordir. Bu muloqot vositasina bo'lib qolmay, insonning ichki olamini ifodalaydi. Dunyoni teran idrok qilishga ko'maklashadi. Dunyo qarashi va kamolotini belgilab beradi. Shuning uchun ham yer yuzida rivojlanayotgan har qanday davlat o'z tilining mavqesini yuksaltirishga intiladi. Milliy til davlatning rivoji, qolaversa uning millat sifatida dunyo tamaddunida o'z munosib o'rnini egallash uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Buyuk tariximiz va ajdodlarimizning merosi ham aynan ona tilimiz orqali bizgacha yetib kelgan. Tilimizga hurmat va ehtirom ko'rsatish nafaqat ushbu kunni munosib nishonlash, balki tilning sayqallanishi, sof o'zbek tilining avlodlarimizga yetib borishiga o'z hissamizni qo'shishimiz bilan namoyon bo'ladi, desak adashmagan bo'laman. Barchamizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonunida o'zbek tilining davlat tili ekanligi belgilab qo'yilgan. Shunday ekan, har bir davlat xizmatchisi o'z xizmat faoliyatida davlat tiliga oid bilimlarni o'zlashtirishi, bilishi va uning mas'uliyatini his etishi lozim. Aziz hamkasblar, sizlarni yana bir bor ushbu shukuhli kun o'zbek tili bayrami munosabati bilan chin dildan tabriklayman. Xalqimiz dasturxoniga fayz baraka, barchangizga sog'lik, oilangizga tinchlik, xotirjamlik, vatanimiz mustaqilligi bardavom bo'lsin. Bayramingiz muborak bo'lsin. Hurmat bilan Zohidjon To'rayev, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Bag'dod tuman bo'linmasi rahbari.